Diqqat aholiga erta tongdan noxush xabar. Tunda O'zbekistonda dahshatli fojia yuz berdi. Odamlar hayoti xavf ostida qoldi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like va obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Erkaklik quvvati pasayishi va prostata muammolari hayotingizni qiyinlashtiryaptimi? Tez-tez hojatga chiqish va og'riq va jinsiy zaiflik tufayli o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotyapsizmi? Bu muammolarga e'tiborsiz bo'lmang. Vulkan mahsuloti erkaklar sog'lig'ini tiklaydi, prostata shamollashini davolaydi va jinsiy quvvatni maksimal darajada oshirish uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Vulkan bilan kuchingizni va baxtli hayotingizni tez muddatda qaytaring. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, chunki sizni ayni damda qaynoq aksiya kutib turibdi. Diqqat qiling, tunda Jizzaxdagi restoranda yong'in sodir bo'ldi. Bu haqida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 07:14 da Jizzax shahar O'rta Tepalik mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan restoranda yong'in sodir bo'layotganligi haqida Jizzax viloyati favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra, qutqaruv bo'linmalari soat 7:19 da aytilgan manzilga yetib borgan. Yong'in 07:24 da qurshab olingan va soat 8:10 da to'liq o'chirilgan. Bildirilishicha, yong'in oqibatida tan jarohat olganlar Allohga shukr yo'q.